ikki ko'zi ko'r odam oldiga keldi. Xuddi nariga ikkitasidan so'ragan narsani so'radi. Shunda hali ko'r kishi to'g'ri ayting dedi. To'g'ri ayting dedi, ol dedi. Alloh menga bergan ne'matdan oldi, keragicha ol dedi. O'zi tan oldi, men ko'rdim dedi. Men kambag'al edim. Alloh ko'zimni qaytarib berdi. Boy qildi. Mana shu ne'matlarni bergan Allohning nomi bilan so'rar ekansan, qaytarmayman, xohlaganingcha ol dedi. Shunda farishta, Alloh senga molingga barakot bersin. Alloh sizlar uchovinglarni sinadi, ikkita birodaringdan norozi bo'ldi, sendan rozi bo'ldi dedi. Musa alayhissalom odam alayhissalomni Alloh tomonidan olgan ne'matlarini bir qator ko'rib chiqqanidan keyin Alloh taologa xitob qildi, rivoyatlarda keladi. Parvardigor, odam shuncha ne'matni sendan ko'p olibdi. Qo'ling bilan yaratibsan. O'zingni ruhingdan puflab kirgizibsan. Jannatga kirgizibsan. Farishta